Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, hammanglar yaxshimisizlar? Asalarini ko'pchilik qanaqasini olaylik, olsak bo'laveradimi degan yangi endi boshlayotgan videolarimizni ko'rib, boshqa asalarchilar videolarini ko'rib, asalariga qiziqqanlar, asalarini qanaqasini olishda foydali taraflarini aytib o'tmoqchiman. Mana yaqinroq keling. Birinchi navbatda birovni asalari nimasiga xonadoniga borsanglar, asalarini litoklari, mana litok deb qo'yadi. Mana shu tepadagi litok, mana pastdagi litok. Mashindan birinchi qiladigan ishinglar ari tanlashinglarda ko'p kirib chiqayotganini, yaxshi ishlayotgan arilar, shular yaxshida ichini ochmasdan turib bilsa bo'ladi shuni. Kuchli oilalarda ko'p kirib chiqayotganlarligida hozir havo aynigancha yana asalarilar tashqariga chiqish kamayib qoldi. Shunaqa bo'lsa ham olib qo'yapmiz. Mana shu teshiklardan qanchalik ko'p kirib chiqqan asalari bo'lsa, o'sha asalarini tavsiya qilaman. O'sha oiladan sotib olinglar. O'sha kuchli oila bo'ladi, sog'lom bo'ladi. Hali har zamonda mana bitta, ikkita, mana buni ko'ryapsizlar, bitta, ikkita chiqib turibdi. Bunaqalarga ichcha slabiyroq bo'ladi. Bu bitta siri. Yana bitta siri, hech qachon ishlatilgan yaxshida baxmanglar. Bu yangi endi boshlamoqchi bo'lganlar. 400 ming so'mga beradi shu 1 metrligini, ichiga 10 tadan 20 ta ramka sig'adi. Misol 800 ming so'mga olsangiz, o'zingiz ham yangi uyga kirsangiz qanaqa qilib maza qilib yashaysiz. Ashini singari asalarini uyasi top-toza bo'lib, yangi bo'lsa, eski 200 ming so'mdan olgan yashig'ingizdan misol 5 kilodan 10 kilo asal olsangiz, ikkita oiladan. Yangi yashig'a qo'ysangiz 7,5 kilodan 15 kilo olasiz. Yo shunaqada xullas o'rtada farqi katta bo'ladi. Buni sinalgan narsa bu. Yangi uyga yaxshi kirib chiqishadi. Maza qilib yashashadi. Uchinchi nimasi, qoidasi. Yaqinroq keling. Oilani shunday ochasizlar. Mana oilani ochganinglarda yaxshi uchayotgan oila mana shunaqa zich turib tepasidagi ramkalariga ham chiqib ketadi. Yaqinroq olinglar. Yana bitta nimasi, asal rahmoqchi bo'lgan, asosiy asallarga qiziqayotgan tochka mana bu yerda bo'ladi. Yaqinroq keling. Bu kungi short sutimda rasm asherimni chaqirdim. Mana shu tochka bo'ladi. Uydagi bola chaqalarga, boshqalarga ham hali suprastin degan ukol bo'ladi. Ashini ehtiyotcha zapas ushlab turasizlar, allergiyasi bor odam bo'lsa, uni dumbaga qilib qo'yiladi. Mashinaga bitta chaqtirasizlar. Agar erkaklar qichib, nojo'ya harakat qilsa, mana ashlar asalariga yaqinlashmaydi. Buni zastavnoy doska deyiladi. Hali videolarimda nima ekan demanglar. 3-qoida, 4-qoidasi yaqinroq keling. Ona ari sizlar bilan ketadi. Paket olganinglarda ona arini обязательно tekshirib olasizlar, qanotlarini, katta kichikligini, kichkina arvog'ini olmaysizlar, baquvvatini olasizlar, onasini ko'rib olasizlar. O'zi kuchli oilanikida onasi yomon chiqmaydi, bir qator ko'rib qo'yasizlar endi. Keyin olayotganinglarda endi hozir bulardan ochilib chiqqanda, ya'ni mana bu pishgan rasplot hisoblanadi. Mana yaqindan oling. Mana mashlari pishgan rasplot bo'ladi. Mashi hamma joyida yopilgan. Bunda uzaradan oling-da endi. Mana pastlariga to'g'ri yopilgan. Bulardan endi chiqqanda ari splashnoy mashtaqa pishgan rasplotligini olasizlar. Ikkala tomonnikini ham. Mana buni pastlari ochiq turibdi-yu. Mashinlarga to'qib yuboradi. 5-qoidasi, olayotgan romkalar sushi oq bo'lish kerak. Asalari chiqayotgan ishchi arilar kasal bo'lmaydi, kasallik chiqmaydi. Chiqayotgan yangi asalarilar, ishchi asalarilar katta-katta bo'ladi. Mana bu eski qorayganni olmaysizlar. Endi sekin qorayganlar bu yoqqa olishni boshlaymiz. Endi bir qator ari ochib chiqqandan keyin shunaqa holatda olasizlar. Xullas. Paket olayotganda paketchi sizlarni berayotgan pulinglarga qarab beradi. Misol uchun ikkita rasplot, bitta karmovoy. Shu adashmasam bil shu 250 ming, 300 ming, eng arzon olsanglar 200 ming so'm atrofida bo'lsa kerak. Ikkita pishgan rasplot olmasdan, misol 3 ta pishgan rasplot olinglar. Agar imkoniyatinglar bo'lsa, kuchli oiladan beraveraman desa, 4 ta rasplot olinglar. Endi 4-siga ehtiyoj ham yo'q, chunki 3 ta bilan ham bemalol
asal sezonga chiqib olasizlar. Xullas bitta, ikkita, uchta pishgan rasplot olasizlar. Ramkalari aytganimdek oq. Endi chiqishiga 3 kun 4 kun qolganda ichida to'ldir arisi bilan ari qoplab turgan bo'lish kerak. Endi qarab turib, to'rinchisiga 100 ming qimmat bo'ladi. Pishgan rasplotliga. Unisiga qaramaysizlar. To'rinchisi karmavoy deyiladi. Sizlarga bitta qo'shib beradi. Bu bir xil odam bo'sh ramka ham qo'shib beradi. Sizlar uni bo'sh olmasdan pulini jicha qimmatroq bersa ham karmavoy degani asalli romka, pergari romka. Mana ular perga bo'ladi, mana yaqinroq oling mana. Mana perga bo'ladi. Mashtaqasi bor, atrofida asali boridan olasizlar. Bu sizlarga to'rinchisi bo'ladi. Puli qimmatroq bo'ladi, lekin puli chiqib ketadi asaldan. To'rtta bo'ldimi? Agar iloji bo'lsa o'zingizlarda romka bo'lmasa, ash yerdan bitta oq, bitta sush qo'shib olasizlar. U sushga обязательно hozir baklashga yordamida, bu yo'nsali gul chachadigan suv yordamida suv sepib qo'yasizlar. Suv sepib bir dona qo'shib qo'yasizlar. Agar sizlarga sotgan arichi doskani mana doska bo'ladi. Mana bu doska, zastavnoy doska deb qo'yadi. Bu bilan mana yopiladi bunday bo'lib. Ari zich turgan bo'lsa, 4-ovqatli romkanidan keyin bitta bo'sh sush qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Chunki monchida 3 kun 4 kundan keyin olgan rasplotingizda ari ochib chiqadi-da. Ari ochib chiqqan singari birpasda yopib yuboradi. Uni asalachidan so'raysiz. Yo'q, bu hali bir haftada chiqadigan rasplot desa, mana doskani orqa tomoniga qo'yib qo'yasiz bitta sush. Sabab suvga ehtiyoji bo'ladi, yosh arilar ichida ko'p bo'ladi, suvdan ichib turadi, olib turadi. Keyin yana bitta qoidasi, hozir sizlar oldinglar 3 ta rasplot, bitta karmoy oldinglarmi? Endi pulini kelishayotganda обязательно bitta romkanimda ko'tarsanglar, misol uchun romkanimda ko'tardingiz. Ko'targaningizda pishgan rasplot bo'lmaydi. 1 kunlik, 2 kunlik, 3 kunlik urug'chalar bo'ladi. Shu urug'chalarda yosh, yangi chiqqan arilar baqatda uni. Ashini hisobiga pulini kelishayotganinglarda обязательно bitta qoqtirib olinglar. Bir ramka, tushuntira oldimmi? 1 kunlik, 2 kunlik qurutchalarda bahayotgan yosh arilar qoplanganini, ikkala tarafdan yaxshi qoplanganini olib qoqib olasizlar. Endi sizlarda общий bo'lyapti, nima bo'lyapti? 3 ta pishgan rasplot, bitta karmavoy, bitta yana bitta sush beryapti. Hali qoqqan arilar, sizlar uni olib ketasizlar, uni misol 5-4 kilometr, 50 kilometr qayergadir olib ketasizlar. Qoqqan arilar mana suv to'plagan, suv berganligiga bemalol zastavnoyda oldiga qo'ysanglar bo'laveradi. Qoqqan ari haligi nima bilan qoplanib qoladi. Ana sizlarda ashunda asalari sezonda 400 mingga olasizlarmi, 500 mingga olasizlarmi, 350 mingga olasizlarmi? Bemalol sizlar ashundan Alloh nasib qilsa, Alloh avvalo Alloh eng kam 10 kilo asal olasizlar, eng kami. U degani 100 mingdan bo'lganda 1 million bo'ladimi? Eng kami 10 kilo asal olasizlar, bo'lmasa 12 kilo. Zo'r onasi zo'r olib yaxshi tuxum qo'yib berib tursa, 15 kilo olsanglar ham bo'ladi. Endi uni qaroylarga bog'liq. 10 kilo bersa ham 100 ming so'mdan bo'lsa 1 million bo'ladi. Endi birinchi yili yashig'inglarni, sotib olgan arilarni pulini chiqarib olsanglar, keyingi yildan uje pribelga kirasizlar. Bunday o'ylab qaraganda, agar puliga hisob-kitob qilsanglar. Shu qoidalari shu. Yana undan ortiqcha savol-javoblar bo'lsa, kommentariyalarga savol bersanglar, javob beramiz.